mashq qilmoqchiman. Mening familiyam Jumaniyozova, ismim esa men haqimda shunday deyishdi. 8-mo'jiza o'zlik. Nur taratib uxlaganingda marvaridek chiroyli yuzing, Feruza juda boshqacha sabr. Shunday qilib mening ismim Jumaniyozova Feruza. Mening bolaligim birinchi bo'lib Nurobod tumani Oqsoq qishlog'ida tug'ilganman va o'sha yerda katta bo'lganman. Men bolaligimda raqsga, chizishga, shuningdek sportga juda ham qiziqib kelganman. Shunday muhit, shunday talant bilan qanday yutuqlarga erishdim. Birinchi bo'lib men sport to'garaklarga bordim va taekvondo yo'nalishi bo'yicha Samarqandda 2 marta 2-o'ringa ega bo'ldim. Ya'ni ayol qizlar o'rtasida chempionat bo'lgan va shuningdek men 7-sinfimda IELTS sohibasi bo'lganman. IELTS natijam 6,5 va men IELTS natijalarimni olgandan keyin Oxford maktabiga kelganman. Bundan tashqari men Turon musobaqasida ishtirok etganman. Biz avval tumanda 3-o'rinni olib, viloyat bo'yicha 4-o'rinni olib kelganmiz. Darslardan tashqari men nima qilaman? Darsdan tashqari men raqsga qiziqqanim sababli turli xil bayramlarda raqs, sport san'ati o'rganganman va shularni ko'rsatib turaman. Va albatta bu menga zavq bag'ishlaydi. Mening vision board bu nima? Bu siz bitta qog'ozga o'zingizning orzularingiz haqida va nima kelajakda nima qilmoqchi bo'lganlaringiz haqida rasmlar, yozuvlar yopishtirib qo'yasiz. Va mening vision boardim Oxford maktabiga kelgandan keyin tuzgan vision boardimda bu vision boardimda asosan qayerga o'qishga kirishim, qanaqa sertifikatlar olishim va ota-onam hayotim haqida qisqacha rasmlar xatolarsiz o'rganish bu imkonsiz. Men shuncha yutuqlarga erishishimdan oldin juda ko'p xatolar qilganman, juda ko'p muammolar bo'lgan. Shuningdek, men sport musobaqalariga birinchi o'rinni istagan bo'lsam, ko'nglim xohlagan bo'lsa ham 2-o'rinni olganman. Bu menga yanada ko'proq motivatsiya bergan va o'z yo'limni davom ettirganman. Mening orzularim nima? Mening birinchi orzum bu ota-onamni hurmatini baland qilib, ularni mendan faxrlanishini xohlayman. Keyin esa men boya aytganimdek bu sertifikatlarimga erishib, Amerikadagi Garvard universitetiga International Law, ya'ni xalqaro huquq yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchiman. Men shuningdek o'zimni talentim, o'zimni hobbilarimni tashlab qo'ymoqchi emasman. Kelajakda men turli xil kurslar, ya'ni talant bo'yicha yoki turli xil musobaqalarda qatnashmoqchiman va o'zimni rivojlantirmoqchiman.